Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ramazon oyi 17-mart 2026-yil Devashtich nahiyasining Mujin jamoatidagi yana bir fayzli xonadonning tungi ishini tamomladik. Ustozimiz Usta Muhriddin akaning obyektlari birgalikda mana shu tungi ishlarini tamomladik. Ustozimizning mashhur gaplari bor. Arzon ish sifatli bo'lmaydi, sifatli ish arzon bo'lmaydi. Albatta sifat kachestvaga birinchi o'rinda e'tibor berib qo'yasizlar. 11 metrga 3 metr joy, ikkita kosmosni chiroyli qilmani urib berganmiz. Tungi kirishi ishlari bo'yicha ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Nimaiki xizmatlar bo'lsa, sifat kachestva birinchi o'rinda. Sifat kachestvaga albatta e'tibor berib qo'yasizlar. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, albatta like bosishni unutmang.